Obunachilar, mana chorvachilik qilaman desangiz ham yoki yashayman desangiz ham aholi yashaydi. Eng qiziq tomonini aytaymi? Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. 8 sotix joyimiz, rosa zo'r, puliga stoyit bu joy. Mana manzili. Oq yerda puliga stoyit, qarab turinglar yaxshilar. Mana bu tomonda katta ikkitami yo bitta zali bor. Mana bu yerda ikkita xonasi bor. Narsalar yig'ishtirib qo'ygani hisobiga ola olmadik ichkarisini, lekin puli shkalat, realni. Buni qaranglar. Огородlar qilib, mevaga kirgan daraxtlari, undan tashqari katta sifat qilib, mana fundamentni baquvvat qilib, armaturalarni qimmatdan tiqqanman-da, mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta koridori, 6 tami xonasi bilan. Mana shu uydan bu yog'i 8 sotiq. Naryoqda hojati bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Lekin tez jo'natib qo'yinglar bir-birlaringga, rishtonliklar, sizlarga ham, hammanglarga zodiyon farqi yo'q, lekin joyiga gap yo'q. Ishoninglar, mana qaranglar. Qanaqa chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana bu tomonimizda o'choq, letniy kuxnya qilsangiz ham tandurgacha bor ekan, tayyor. Naryoqda hojati. Yana qaytaraman. Mana shu nimadan bag'i. Dokumentlardan muammosi yo'q. Ishoninglar. Pulini ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Rosa qimmat qo'yishgan, lekin biz dogovorda chiroyli qilib tushirib qo'ydik. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqa chiqib baraka qilishim mumkin. Ishoninglar, zo'r narxda. Narxi kelsa, narxini $38,900 qo'ydik. Bizni kanaldan kelsanglar, xudo xolasa yana ozmo tushib berishadi. Ulgurib qolinglar. 8 sotiq. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Tayyor fundament, kottejlarigacha uylari ham bor yashagani. Oq yerda, Rishton oq yer. Masjiddan o'tganingizda где-то 2 kilometr kirib kelganingizda. Ulgurib qolinglar, shunaqa joy qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar. Самое главное, kanalga obuna bo'linglar. Ko'ryapsizlar, kuniga 2-3 tadan joy qo'yib boryapmiz. Inshaalloh ko'pchilik aytadi, o'tkazib boryapmiz, ko'rmay qolyapmiz. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, keyin ko'rasiz buni. Birinchilardan bo'lib chiqadi sizga. Mana qaranglar. Chotki qilib, katta sifat qilib tayyor qo'yibdi fundamentini. Qimmat xomashyolar tiqqanman deyapti. O'sha armatura. Mana bog'lar qaranglar. Mana shu uydan bu yog'i 8 sotiq. Tezda ulgurib qolinglar. Yaxshi narxga chiqdi lekin.